genetik omil. O'sha bemorlarni yaxshilab so'rab ko'rsangiz, qaysidir oldingi avlodlarda xuddi shunaqangi og'riqlar bo'lganligini bilishimiz mumkin. Siz bilan doktor Alimov va o'ta qiziq mavzu. Tanadagi surunkali og'riqlar, og'riqlarning bitta joydan ikkinchi joyga ko'chib yurishi, og'riqlarning kuydiruvchi, achishtiruvchi, luqillovchi sababga ega ekanligi va og'riqlarni tekshirib ko'rganda ko'p a'zolarda deyarli aytarli hech qanaqa o'zgarishlar chiqmaydi. Xo'sh, bugungi videomizning asosiy mavzu va qahramoni bu fibromiyalgiya kasalligi. Fibromiyalgiya kasalligi ko'pincha ayollarda ham, erkaklarda ham bir xilda uchrovchi kasallik bo'lib, ko'pchilik shifokor va bemorlarni ham nazaridan chetda qoldiriladi. Xo'sh, o'zi bu qanday kasallik? Fibromiyalgiya kasalligi ko'pincha tanada, qo'llarda, oyoqlarda, tananing boshqa qismlarida, boshda ko'chib yuruvchi xarakteriga ega ekanligi, og'riqlarning luqillovchi, simillovchi, siquvchi, kuydiruvchi, achishtiruvchi ekanligi, ko'pincha asabiylashgan paytda insonning qo'pol qilib aytganda nastroyeniyasi o'zgarganda kuchayadigan og'riqlar ekanligi, bemorlarda uyqusizlik, hamma narsani o'ziga qabul qilib olishlik, ko'pincha bo'lishi mumkin asabiylashganda havo yetishmaslik hissi, doim bitta narsani o'ylashligi va hech qanaqa og'riq qoldiruvchi dorilarning ta'sir qilmasligi bu aynan fibromiyalgiya kasalligiga xos bo'lgan belgilardan hisoblanadi. Ko'pincha 20, 25, 30, 40 yoshli insonlarda fibromiyalgik og'riqlarni ko'rishimiz mumkin. Ko'pincha bunaqa bemorlar revmatolog, ortoped, travmatolog, nevropatolog kabi mutaxassisdan ko'chib yuradi, lekin tekshirganda aytarli tekshiruvchi analizlaridan kerak bo'lsa MRT qildiradi, kerak bo'lsa remoproba topshiradi va juda ko'plab analizlarda ham aytarli narsa chiqmaydi. Bu aynan fibromiyalgiya bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan holatlardan biri hisoblanadi. Fibromiyalgiyani kelib chiqish sababi nima? Nima sabab bo'ladiki insonda bunaqangi rasvo ko'chib yuruvchi og'riq paydo bo'ladi? Birinchi asosiy bu isbotlangan 2-3 ta sabablari bor. Birinchi sabab bu insonning orqa miyasi. Ko'pchilik o'ylaganda insonda bu orqa miya mana bu joy emas, balki insonning umurtqasini ichidan o'tuvchi to o'sha bo'yindan boshlab bel sohasida tugaydigan bu orqa miya hisoblanadi. Orqa miyaning oldingi va orqa shoxi tafovut qilinadi. Xo'p, bu shoxlarda vazifasi oldindan keladigan bo'lsak, ko'pincha orqa shoxlarida chuqur sezgilarini, yon shoxlarda yuzaki sezgilarini, og'riq harorat sezgisini sezuvchi strukturalari mavjud. Aynan o'sha joyda sezishni boshqaradigan, og'riqni boshqaradigan hujayralarda disfunksiya paydo bo'lganda bunaqangi og'riqni notabiiy qabul qilish boshlanadi. Ikkinchisi, bosh miyada neyrotransmitter degan degan moddalar mavjud. Bular bitta hujayradan ikkinchi hujayraga informatsiya yetkazuvchi moddalar hisoblanadi. Misol uchun bo'laga serotonin, adrenalin va noradrenalin degan 3 ta moddani o'zi disfunksiya bo'lgan paytda, disfunksiya degan payt uni funksiyasini buzilishi. Ko'pincha bunaqa bemorda noradrenalin va serotonin miqdorining tushib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Uchinchi asosiy omil bu genetik omil. O'sha bemorlarni yaxshilab so'rab ko'rsangiz, qaysidir oldingi avlodlarda xuddi shunaqangi og'riqlar bo'lganligini bilishimiz mumkin. Xo'p, fibromiyalgiyasi bor bemorlarda ko'pincha asabiy, tajang, bitta narsani ko'p o'ylaydigan, ko'pincha detallariga, ko'proq mikro narsalarga e'tibor beruvchi insonlar bo'ladi. Xo'p, fibromiyalgiyani qanday davolash mumkin? Davolashni biz medikamentoz dorilar bilan va nomedikamentoz dorilarsiz davolash guruhlariga bo'lib olamiz. Dorilarsiz davolagan paytda ko'pincha bunaqa bemorlarga igloterapiya, yengil masaj, toza havoda sayr qilish, xo'p, bunaqa bemorlarni kasalligi haqida yaxshilab o'qitish. 4-holat bu feedback, ya'ni kasallikni to'g'ri tushuntirib berish ham bu kasallikni tuzalishiga sabab bo'ladi. Xo'p, dorilar bilan davolagan paytda dorilar bilan davolashni o'zi bu kasallikda yuqori professional bilimni talab qiladi. Misol uchun, dorilagan payt turli xil antidepressantlar, ayrim og'riq qoldiruvchi vositalar, dorilar bilan davolashdan maqsad aynan insondagi notiseptiv, ya'ni
og'riq sezuvchi markazlarni sekin-sekin va qadam davolashdan iborat bo'ladi. Xo'p, misol uchun dorilarni ko'pincha duloxetin yoki amitriptilin yoki pregabalin yoki boshqa turdagi dorilar bilan davolash mumkin va dorilar bilan davolash albatta bemorning yoshi, jinsi, qo'shimcha kasalliklar bormi yo'qmi, hamma tomonidan dorilarga sezuvchanligi ham bormi yo'qmi bilib, keyin davolash choralariga o'tiladi. Sizda ham yuqoridagi fibromiyalgiya o'xshagan surunkali sababsiz og'riqlar mavjudmi? Xo'p, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va konsultatsiya mutaxassis fikri uchun yuqoridagi quyidagi raqamlarga telefon qilib yozdirsangiz bo'ladi. Sog'lig'ingizni asrang.